Aziz do'stlar, bugun ertalabdan juda ham Instagramga ko'p savollar berildi. Juda ko'pchilikda bilasiz, hozirgi kunda ichakda muammolar, kolitlar, autoimmun kasalliklar, yaralar, oshqozonda, umuman ichakdagi yaralar, bular haqida ma'lumot so'rashyapti. Aziz do'stlar, juda ko'p lechina oldik, lekin davosini topa olmayapmiz deyapti. Lekin bitta narsani unutmang, har bitta kasallik tagida qo'zg'atuvchi bo'ladi. Siz faqat ichakda davolaganingiz bilan, siz organizmda qonni tozalamasangiz, boshqa muammolar hal qilmasangiz, bu yaralar bitmaydi. Har bitta kasallik tagida qo'zg'atuvchi yotadi. O'sha yaralarda ham qo'zg'atuvchi bakteriya, virus, infeksiyalar bo'ladi. Xilda bakteriyani bilasiz, oshqozon ichak traktida yazvalar keltirib chiqaradi. Uni prosta antibiotik bilan chiqara olmaysiz. Shuning uchun kompleks yondashish kerak. Kompleks yondashish qanday bo'ladi? Uni shaxsan lichkamga yozsangiz, men sizga astalikni o'rgataman. Har xil vitaminlar ichyapsiz, D vitaminlar, omegalar ichyapsiz, lekin bularning hammasi hozircha befoyda. Organizm tub sababini yo'qotish kerak. Kasallikning tub sababini.